Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga jigar, quyon jigaridan shashlik qilib berishni ko'rsatib beraman. Bunga bizga quyonni jigari, bu yoqda qo'yi charv yog'isi, shunaqa yupqa joyi kerak bo'ladi. Tuz va qizil paprika, murch, asortilar bor, shashlikning ichiga qilinadi. Achchiq masidan tapga qaranglar, kimlardir achchiq yesa, achchiq qizil paprikasini qo'shasizlar. Hozir qolgan joylarini ko'rsataman. Jigarimizni va yog'imizni shunaqa kichkina qilib, to'rtburchak shaklda qilib to'g'rab olamiz. Jigarni nimaga kichkina qilib to'g'rashimiz sababi, quyon go'shti kichkina shunaqa titilganga o'xshab bo'ladi. Shuni hisobiga kichkina to'rtburchak qilib, yog'ni ichiga har bitta sloyiga yog'dan, charv yog'dan qo'shsak, yog'li va sochli bo'lib pishadi. Mana shunaqa qilib taxmda qilib taxlab olamiz. Mana bunaqa qilib siqilib olamiz. Bitta qiyma jigar, bitta yog'idan qilib tayyor mana buni bo'ladi. Mana biz hammasini qilib oldik. Sizlar xohlasanglar ko'mirda qilsanglar ham bo'ladi va hammasini bir tekisda qilib, bir xilda qilib yoyib olamiz. Tayyorlab olgan shashligimizning ustiga shunaqa qilib tuz va ziravorlar qilingan, shunaqa har bittasiga shunaqa qilib sepib olamiz va cho'qqa qo'yishni boshlaymiz. Jigarimiz tez pishadi. Shunaqa ag'darib tez qarab har bittasini sepib ustiga ziravorlarini pishirib olamiz. Mana bizning nimamiz pishdi, xudo xolasa. Bu videolar ham sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Menga like bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar. Kelinglar.